Bugungi blogerlar bekatimizda top 10 blogerning mashinasi haqida gaplashamiz. Dilimiy mashina olgandan so'ng blogerlar orasida mashina olish trendga aylandi. Instagram tarmog'ida blogerlar juda ham ko'payib ketdi. Keling, shu kuzatayotgan blogerlarimizning mashinasi haqida gaplashamiz. Instagramda Vine'lar bilan mashhur bo'layotgan blogerlardan boshlaymiz. Bloger MC Dini mashinasi Lev Motors narxi $25,000. Mittimi a'zosi Ulug'bek mashinasi Li 7 narxi $55,000. Ruxsor M Li 7 narxi $65,000 ga teng. Bloger Bonomir mashinasi Kia 8 narxi $60,000. Bloger Sariq bola mashinasi Li 9 narxi $65,000. Timur Alixonov mashinasi Li 9 $65,000. Timur oldin BMW avtomobilida yurar edi. Bloger Mo'min Life mashinasi Chevrolet Tahoe narxi $85,000. Chechenka mashinasi Mercedes-Benz narxi $90,000. Bloger Dilimi mashinasi Porsche Tour narxi $120,000. Bloger Aziz Estet mashinasi 4 ta BMW Mercedes Li 7 va Gelik narxlari hammasi hisoblaganimizda $600,000 ga teng. Hozirda kimdir yaxshi, kimdir yomon xayollarga borishi mumkin, lekin bular ham halol mehnat qilib topishgan. Barchamizga shunday mashinalarni minish nasib qilsin. Qaysi blogerning mashinasi qolib ketdi? Kommentariyada yozib qoldiring.